Assalomu alaykum. Xorazmli YouTube kanalimizda obunachilar bugun 600 metr kvadratda joylashgan katta hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Narximizni ham videorolikimizda boshida aytamiz. 860 million deb turibdi. Agarda pullaringiz naqd bo'ladigan bo'lsa, ustunda kelishtirib, savdolashib olsangiz bo'ladi. 600 metr kvadratli hovli joyimizda neda joylashgan desangizlar, do'stlar, biz Burulerdamiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Siniq ko'pirdan girib kelaverasizlar, bir yo'l bilan shuni asfalt bo'lib turibdi, do'stlar. Yaqinda buni chiqarib bir 3-4 joylarni chiqarganmiz, hammasi sotilgan ekan. Bugun endi xudo xolasa ko'rib turganlaringizni qaranglar. Ishordan to oxir shu toza darvozacha bo'lgan bizani namunali hovli joyimiz. Ekranda yana telefon nomerlari turadi. Shu nomerlar orqali bog'lanib, bemalol olsangizlar bo'ladi. Oldinda shuni ko'rib turganlaringizdek bog'i bor, archalari akilib chiroyli bo'lib turibdi. Darvozalarni yana sariqqa bo'yab chiroyli etib qo'ydilagan. Ko'rib turganlaringizdek katta shuning açık mestalari bor. Bir de bemalol mashinalarıngizni qo'yib giraverasizlar do'stlar. Bu yerda bog' qilingan ekan. Orqa tarafidan bog'lari bor. Bilasizlar, o'zini skalatina ega bo'ladi, letni hojatxonasina ega bo'ladi. Bu namunali hovli joylar. Ko'rib turganlaringizdek verandasini beklab va do'stlar chiqarib, polni zalni kattaytirib qo'yibdilar. Konteyner hamma o'zlari bor. Cho'tkalardan qo'yib chiroyli etib qo'yibdilar do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek bir chiroyli. Hozir endi sizlarga ichki qismidan uyini ham ko'rsatamiz. Uy ham bir zo'r, ajoyib fayzda o'tiribdi do'stlar. Olsangizlar hazzab o'ynab kulib yashayverasizlar. Suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Bizani bu namunali hovli joyimizni. Sho'dan girishimiz, ichini ko'rsataveramiz. Uyni ichki qismidan ko'rsatib tanishtiramiz. Bilasizlar, namunali hovli joylarda shuning giraveri, shuning koridori bo'ladi. Birinchidan tanishtiraveramiz. Duh konteyner qachonlarimiz qo'yilgan, doполнительный aristonlar ham qo'yilgan do'stlar. Qachonimizning umri uzoq bo'lsin degan maqsadda qo'yiladi. Giraveri shuning katta eshiklarimiz qo'yilgan, umonliklarimiz tozadan qo'yilgan do'stlar. Eng zo'r, yaxshi sifatisidan qo'yilgan do'stlar. Keyin registrlarimiz polni hammasi ish holatida issiqqina bo'lib turibdi. G'ollarimiz ham chiroyli oppoqindan döşab qo'yibdilar ekan. Hozir birinchidan tanishtirib boraveramiz do'stlar. Tak, girgandan chap tarafimizda shuning katta o'zini kuxnyasini ega bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek polni g'ollarimiz döşalib chiroyli bo'lib turibdi. Amoylar ham ajoyib chiroylisidan qo'yilgan ekan. Kuxni mebel, gaz plita hamma o'zlari tayyor bo'ladi. Aynalarimiz kattasidan qo'yilgan, reshotkalar ham qo'yilgan, registrlarimiz hamma o'zlari tayyor turibdi. Ibedagi do'stlar xolodilnik qo'yib bersangizlar bo'ladi. Ibedagi do'stlar ugoloklarni qo'yib, sho'da hazzatib kuningizni o'tkazsangizlar bo'ladi. Lustralarimiz ham eng zo'r sifatlisidan qo'yilgan. Girgandan do'rimizdagi do'stlar zal. Qaranglar. O'zgarish topdingizlar. Zalimiz nisbatan ulaytirilgan ekan. Bilasizlar, sho'racha kelgan bo'ladi. Verandaga chiqarib, saligina ulaytiribdilar. Tak, pardasini alohida e'tibor berasizlar. Tozadan tikilib, chiroyli bo'lib turibdi. 2 dona lustralarimiz qo'yilgan, natijnoy aboylarimiz tayyor, tok ishlari kelib turibdi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, g'ollarimiz ham tayyor. Tak, konditsionerlarimiz qo'yilgan, chiroyli, ajoyib bo'lib turibdi, tok ishlari kelib turibdi. Shuning katta zal. Narx ham zo'r narxdayız do'stlar. Videorolikimizni oxirigacha ko'rsangizlar, boshda uyni tanishtiramiz, keyin ana kelishtiraverasizlar. Keyin bu yerda sanuzel, ya'ni yuvishxonasi, polni kafelardan chiqib oppoq bo'lib turibdi, natijnoy smestitellar ham do'stlar hozirgi zamonaviy tozasidan qo'yilgan. Hamma o'zi almashgan. Kir mashinamiz ham LG firmasidan bor ekan, registrlarimiz ham tayyor. Keyin bu yanimizda hojatxonasi. Mana shuning ko'rinishda oppoq chiroyli bo'lib turibdi. Bu yanimizda bir spalni. Mana shuning ko'rinishda oppoq pardalardan zo'r televizorlar ham turibdi ekan. Ajoyib bo'lib turibdi. Internetlarimiz ham qo'yilgan, lustra hamma o'zlari tayyor. Keyingi xonamiz. Bu yerda ko'rib turganlaringizdek, shuning oppoq chiroyli oboylardan qilib qo'yibdilar. G'alla döşalgan, pardalarimiz reshotka ham o'zlari qo'yilgan, registrlarimiz bor. Ko'rib turganlaringizdek, lustrani ham zo'ridan qo'yib qo'yibdilar. Alashib aytmaysizlar, salgina shamollaganmiz. Bu yerimizda katta zal. Bu yerni masalan ayollar uchun zal qilsangizlar yoki bo'lmasa erkaklar uchun 2 dona zal, 2 spalnimiz bor. Mana. Bir zo'r, ajoyib. Pardalar ham tayyor. Xudo xolasa hazzab o'ynab kulib yashaydigan xonadonlardan birisi.
Narxına keladigan bo'lsak, narxi 860 million ekan aziz do'stlar. Agarda pullaringiz naqd bo'ladigan bo'lsa, ustunda kelishib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Bu videorolikimizni katta hovli joy, 600 metr kvadratdagi hovli joy qidirib yurgan do'stlaringizga tashlab qo'yasizlar. Ajoyib oppoq remontlardan chiqib, sizni kutib turibdi aziz do'stlar.